Toki men ko'zingni och demaguncha ochmaysan. Bu muhim shart, bildingmi? Baribir ahmoq bo'ldim-ku. Yumsam yumay. degan o'yga kelgan oqil ko'zini yumdi. G'ofil qo'li bilan uning ko'ziga choshqon suydikichilik suyuqlikni surkagandek qildi. O'ziga musurgan bo'lsa kerak, bir ozdan keyin buyruq qilib, "Ko'zingni och" dedi. Oqil ko'zini ochdi. Aytgandek, oqil o'zini shundoq bir yo'riqchilik ichida. Hayhot manzarlar qo'ynida ko'rdiki, hayron bo'lganida varqirab tashlag'ili qil qoldi. "Qandoq? Karomati bormikan?" dedi G'ofil muvaffaqiyat qozonib, qanoat topgan kashfiyotchidek mag'rur qiyofatda. Dorining kuchi bomdodga azon chiqquchi yetidi. Ongacha butun shaharni aylanib ulguramiz. Qandoq? Tamosh qilamdoq. Oqil qiziqib qoldi. U o'ylaydi. Kunda ko'rib turgan kunduzlik hayotning nima qiziqi? Voy degudek ta'siroti, his qilgudek ajoyibliqimi yo'q? Yana ko'rsak, yana shu degandek har kuni tong etish bilan hamma kishi yuyinib tarinib, chiroyli kiyinib, zibu-ziynat buyumlarini taqab, yuz ko'zlariga upi anglik surib, alohida pardoz bilan ko'chaga chiqishidir. Buningda odamlarning yaltirgan tashqi qiyofatidan boshqasini ko'rgili bo'lmaydi. Buning nima qiziqi? Kechida bo'lsa, ahvol boshqacha. Har odam o'z uyida eshik to'ngliklarini mahkam etib, xilvat o'chaklarga kirgandan keyin yaltiroq to'llarini yeshib, zinnat niqoblarini so'kib, aldan yushirib kelgan asli qiyofatlarini oshkorlashidi. Balki sirli xuy-qiliqlarni ko'rsatdi. Hatto kishiga ko'rsatkili bo'lmaydigan uyat ishlarni qiladi. Mana bu kishilarning kechilik sirli turmushi. Bu albatta har qanday kishini qiziqtiradigan kartina. Mundaq kartinani ko'rish fursati undaq oson nasib bo'lmas. Bugun menga bu doriga uchrab qolmagan bo'lsa, shuningdek karomatlik dori kashf qilinmagan bo'lsa, mundaq fursat menga umrvoyat nasib bo'lmagan bo'lardi. Mayli emasmi? Bir kecha uyqum qolsa nim bo'pti. Kerak yo'q. Jinim chiqib ketadigan ish bo'lsa-mu, bir kecha tomosha qilib olay. Fursat kelavermaydi emasmi? Oqil G'ofil bilan bir kecha oylanishga rozi bo'ldi. Yur amsa, ketdik. G'ofil uni bir ko'chaga boshlab kirdi. Mo'jiz degan mana mundaq bo'lmay, dedi u hayajonlanib. Chunki uning ko'z oldida shahar uylari yerilgan onordek echilib ketgan edi. Uy chiroqlari bo'lsa, onor donisidek parildab ko'rinadi. "Mava hashamallik mehmonxonani ko'rdingmi?" dedi dorigar oqilni noqib. Cho'g'dek chiroyli gilamlar bilan bezalgan bu uy doim bo'sh bekor turdi. Uy egisi boy, oshxona uyda ko'ni kiyik terisi ustida g'ayrib g'urvodek uxlab yetibdi. Yosima tishlarini so'g'ichilab qo'ygan bo'lsa kerak, og'zi qushqoch kamerdek echilib qopti. Uning yinda o'zidan 30 yosh kichik bir cho'kan go'yo uningdan yirgangandek ta'tir qarab yotidi. Bu boyning mol dunyoga zo'rliqi tayinib qurib olgan oilasi. Amaliyotda mundaq oila baxtsizlikka to'lgan bo'ladi. Kunduzi bu boyni qancha qitim ko'rgan bo'lsangmi, baxtsiz taraflarini ko'ranmagan bo'lading. Shundaqmi, birodar? U odam atidan kashkicha choyxonada o'ltirdi. Qaramoqqa baxtlik, go'yo nihoyatda xotirjam. U hashamatlik qo'ro joyim, parizotlik chiroyli cho'kinim bor deb g'odib o'ltirsa kerak. Amaliyotda bo'lsa, u qeyrg'onda taxay ko'ndirman deb jabo chekayotgan baxtsiz bir qeri. U oshundoq o'ltirib, ichidan zarrab bo'lib tugishib ketadi xolos. Uning tam qo'shnisi bu yanqi uyga qara. Bu uy kambag'al tulxotining uyi. Bu ayol uzundan ziqi kesilning azobini chekayotgan bo'lsa kerak. Ko'rdingmi? Saman takiga tayinib, eg'ir tinib o'ltiribdi. Uning yindiki ko'nrab ketgan yutqandan 4 bolaning beshi chiqib turdi. Bu bolalar o ayolning navlarimi yoki o'z bolalarimi? Bunisi noma'lum. Jahon degan shu og'ina. O'tirda birlitam o'xshash odamlarni boy kambag'al deb cho'ng ikki bilakka ayirib tashlagan. Bu nima degan qamlashmagan ish, ha? Ular ko'ra-ko'ra aholi zich o'ltiraqlashgan bir xalta ko'chaga kirdi. Ko'chaning ikki qosnaqida uylar intayin ko'p bo'lib, onarning donisidek zich edi. Aholilar boy, o'rta hol, kambag'al deb cho'ng 3 turga bo'linadi. Hammasi o'z holiga yarasha uylarni yasab tuzab o'ltirishadi. Choshqonning uvusi putmagandek odam bolalarining uy tuzash ishimi tugamaydi. Sendan men qolamdiman deb basxo'rlik qilishib bir-biridan oshirib etishga tirishadi. Uy zinnatlayman deb o'zini parvish qilishni esidan chiqaradi.
oxirgi hisobda o'zi ketib, uy saramjon, zibu zinnatlar qoladi. Bu miroslar o't bola bo'lib, qarindoshlarni talash tortishqa, tutmas tugumas jang-jangga silib, dushmanlashtirdi xolos. Birodar, ittik ko'msak, tugatanmasligimiz mumkin. Endi 3-4 ko'cha mangdoq. Tashqa deganda mundoq ko'cha ozmi? Dedi G'ofil haydakchilik qilib. Surat tezlashdi. Uylar ularning ko'z oldidan xuddi kino ekrandek tez-tez o'tkilib turdi. Kechilik turmushning rangarang manzaralari ko'zlarni qamashtiradi. Ko'rdingmi? Mavi uyda 2 yosh chin giralishib yotidi. Qaraganda yangi to'y qilib murodiga yetganlar bo'lsa kerak. Rosa payzi qipti ha. Bu yangi uyda bir cho'kan maydasiga dutlarni qo'ygan peti uxlab qopti. Qaraganda bu cho'kan tul bo'lsa kerak. Avval ich pushig'ida dutlar chalgan, keyin shu peti uxlab qolgan gap. Qara, bu yangi uyda bir yigit tizini quchoqlab yetibdi. Qaraganda o'ylanmagan saltan yigit bo'lsa kerak. Qara, mavi odam nimandaq badbashir ko'rindi. Chiroyi samandek seriq, qaraganda chilimchikdigan bangi bo'lsa kerak. U hozir oqshom chekkan bangning kayfida mast bo'lib, qo'rqinchli xiyol qo'yniga kirib qolgan o'xshaydi. Chiroyi to'tirib ketibdi. Mavi uyda yolg'iz yotgan odam o'pkida qizirib ketibdi. Balki oqshom sharobni jiqroq ichib qo'ygan bo'lsa kerak. Qiziq ko'rinishlar endi chiqyotdi. Mana mavi uyda salopatlik 4 kishi torshidek tik o'ltirib, bashlam qog'oz o'ynayotdi. Yenida bir cho'kan ravobchilib naqshi aytib, ularning payziga payz qo'shyotdi. Bu kishilarning salopatiga qarab, kim ularni qimar o'ynaydi deb o'ylasin. Hatto gumonmi qilmas. Qarag'ina, uning biri Badrik Mahsumga o'xshamdi qandaq. Mavi uydagilar texmi payz ekan, ko'rdingmi? Dedi oqil so'l tarafdagi bir uyni ko'rsatib. Bu uyga ishqibozlar to'plangandek qiladi. Er 4, ayol 2. Erlar sharob ichishyotdi. Ayollardan yashanganroqi duttarchilib naqshi etsa, yoshroq cho'kan qo'llaridan qarshi chiqarib usul o'ynayotdi. 4 erkak go'yo bir nima talashayotgandek alpozda bir-biridan qizg'inib, usulchiga talmirib qarashyotdi. Ajab qiziq-kana. Ularning shahvoniy ko'zlaridan chaqnayotgan o't ushqunlari uydagi lampa chiroqning yalqindek kuchlik. Qaraganda ular dunyoning butun rohat farog'ati ichimlikdan va ayollarning tenidan tepiladi deydigan o'xshaydi. Ammo bu yo'lda chopsalli eski cho'roqdek maqchib kerakdan chiqadiganligini o'ylabmi qo'ymas? Qarag'ina, mavi chorsoqol odam nima qilyotgandı? Dedi G'ofil hayron bo'lib. Oqil shu tarafga burilib qaradi. U odam mo'ri o'choqning kulxonasini ehtiyotchilik bilan qo'llayotdi. Hayron qolmagan, dedi oqil tushuncha bermoqchi bo'lib. Bu odam topgan targinni yemay ichmay, kumush pulga yoki oltinga aylantirib ko'mib saqlashga odatlangan. Cho'chib aloqjaloq bo'lganiga qaraganda, u qayri qilayotgan ishni xotin bolalardan qattiq yoshirsa kerak. Agar vasiyat qilishga ulgurmasa, bu narsalar ko'mgan yerda qalaveradi degina. Voy eset, ana qara, mavi uyda bir to'p odam g'ujmaylashib qopti. Tushundim. Bular 4 ushq o'ynayotganlar ekan. Bu haqning o'ltirishiga qaranglar, miqta qodilib, tishlari kirishib qopti. Dattikam deb tulumushlab, maydilarini shalparda qizirtib etibdi. Nima degan harajlik ish bu? Hammasi hayron bo'lib, oxiri o'g'riga aylanib ketadiganligini bilmamdigandi. Ular shaharning bir-biridan qiziq kechilik turmushini tomosha qilib, ichkirlab ketayotganda, oldidagi ko'chadagi xilvat bir uyda kishining diqqatini qo'zg'aydigan boshqacha bir manzara ko'rindi. Yiroqdan qaraganda, uy ichi xira-shira yo'riq bo'lib, xuddi bir ko'zoynaklik jilon bilan bir bo'g'mi jilon kushuldishayotgandek bir manzara g'ilpol ko'rinadi. Ular ehtiyotjonlik bilan bir besib, ikki besib yaqinlab berib so'zlashayotgan ikki odamdan birining yapaloq yuzlik, oq seriq ko'z chanoqlari cho'ng bo'lg'achqa, yiroqdan qaraganda ko'zoynaklik jilonga o'xshaydiganligini. G'o'zi bosh, kirpi tumshuq, qarmutuq kelgan yana bir odamning bo'g'mi jilonga o'xshaydiganligini aniq ko'rdi. Ular bir-biriga yaqin o'ltirib, qandaqdir bir so'da ustida kusuldashmoqda edi. Havo buzilsa, yurtga yado yig'ibdi degandek, xo'jayinlarning chiroyi tutilsa, bizdek odamlarga jiq oromsizlik bo'ladi ekan. Dedi ko'zoynaklik yilonga o'xshash odam dard to'kib. U tilini yilonga o'xshash o'ynatib, kolpukini bir ishga yolib olgandan keyin davom qildi. Necha kundan xo'jayinning qopiq silinib, chiroyi buzilib edi. Xudo haqqi, rostini yetsam,
qandoq qilishimni bilolmay puti ko'ygan to'g'odek tipirlab ketdim. Necha kun bo'ldi, tuzuk uyqu yo'q. Gilimdan tomoqmi o'tmaydi. Xudo haqqi, bir ilik etimdan tushib ketdim juma. Meni demamla, men texmi qiynaldim. Xuddi yingni yutib olgan itdek qayerga berib, qayerda turishimni bilolmay qoldim. dedi bo'g'mi yilonga o'xshash odammu dard to'kib. Mening xo'jayinimmi hamisha tarini buzib, qursiqimning ichidagini toptab qo'y qiladi. Bu hammadan qiyin ishkan. Xalqning qursiqidagi ishni qandoq topqili bo'lsin? Ular nemishqa bir ishni g'och qilib kesib, ikki pora qilmaydigandi. Ularning o'rnida men xo'jayin bo'lib qolgan bo'lsam, ish deganni kesib, biz pachaq-pachaq, inallazina valam yachaq qilib atgan bo'lardim. Xudoyim shundoqligini bilib, eshakka minguz, paqaga quyruq bermagan. Ko'zoynaklik yilonga o'xshash odam o'z so'ziga o'zi bir hoza kulgandan keyin birdilla chiroyiga jiddiy tus elib so'zini davom qildi. Mundoq desam ko'nglinga kelmasin. Bizning xo'jayinlarimiz alohida tarbiya ko'rgan. Har qanday ishni varanchurun chiqarib hal qilishni adab qoidaga xilof deb qaraydigan fazilatli odamlar. Shunga ular bizga o'xshamaydi. Qilmoqchi bo'lgan ishini sir tutadi, yushurdi. Mushu masalada o'zim topgan baloga, nagi boray davoga degandan boshqa so'z qilg'ini yo'q. Qolganini o'zinglar bilib qilinglar deb qopig'ini ochmay yurayverdi. Men bo'lsam, u kishining ko'nglidagi ishni to'g'rilayman deb, u yonmanman, bu yon yugurayman. Uningdan buningdan aql izlab, maslahat so'rayman. Ishning gulni gulga keltirguncha tugishib ketdim. Jinglab ko'rsam, 20 jing o'roqlab ketibdiman. Bizning xo'jayinning mijozimi shu. Har qanday ishga o'zi qo'l solmaydi. Qopoqni turvilib, bizni majbur qildirdi. Pul chiqarishqimi royish emas. Xo'jayin bo'lganlarning xususiyati shundoq bo'lsa kerak, dedi ko'zoynaklik yilonga o'xshash odam ulug' kichik tinib. Bo'ldi endi. Jafo chekkan, qiynalgan bo'lsaqmi, bu xulluq ishni bir yerga keltirib qo'ydik. Shu bo'yicha o'rindisak, xo'jayinlarimizdan qopig'i ichilib, yaxshi deb do'limizga qayqib qo'ysa, shuning bilan hordiqimiz chiqib ketar. Chiqdi, albatta hordiqimiz chiqdi. dedi bo'g'mi yilonga o'xshash odammu tetiklashib. Menchu xo'jayinim bir qitim yaxshi deyman desa, 10 odamning kallasini kesib kelgidek sadoqatim bormi? Dard to'ksimu, sadoqatmanlikdan so'zlasimu, bir-biridan qilishmaydigan bu ikki maxluq navbatdagi tavakkulchilikda o'zini oshkora qilmaslik to'g'risida fikr almashtirishni unutib qolmadi. Bu ish ham cho'ng, ham xulluq ish. Salchoqlab o'zimizni oshkorlab qo'ydigan bo'lsak, xalq bizni dastlab yanjab sho'pak qilib o'tadi. Buni tushunamsan? Sizlardan bakrak tushunaman. Shunga hiliqa odam bilan so'zlashishdan burun Qur'on tutib qasam qildim. Albatta shundoq bo'lishi kerak. Biz nimalar degan bilan cho'ng xo'jayinlarning qo'l ostidagi kichik xo'jayinlarga shundoq bo'lgandan keyin biz har qanday ishda cho'ng xo'jayinlarga o'xshash o'zimizni yoshirin tutishni bilishimiz kerak. Hiliqa odam yaramliqdi. Kimni deyla? Hiliqa maznaxonimni demla. Ha. Yaraydi. Uchiga chiqqan talva. Tut desa, dadisiga bo'ysunmasdan bo'g'digan talva u. Talvadan foydalanqili bo'ladi. Ammo talvaning bir qiliqi ortiq degan bir gap bor. Shunga ko'ngil to'xtalmay o'taman juma. Xotirjam bo'l, har qanday balokasi o'z beshimga tortaman deb qasam ichdi. Ay, dedi ko'zoynaklik yilonga o'xshash odam beshini chayqab. U yanala ko'ngil to'xtatolmayotgandek qiladi. Bo'g'mi yilonga o'xshash odam sherikini ishontirishning zarurligini his qildi-da, boshdan tushuntirishga boshladi. Birodar, sen unda xavotirlanma. Men bu odamni jiq surishti qilib, ko'ngilda cho'nqur adovat va intiqomning borligini bilgandan keyin ondan bu masalani o'ttirib qo'ydim. Qandoq adovat desam? Bu odam aslida qozixona oldida xatotlik qilib kun kechirayotgan ekan. Haliqi isyonkor qozi bo'lgandan keyin yo'qlang bir ishni bahona qilib, uni xatotlikdan cheklab qo'yibdi. Shu kundan boshlab bu odamning turmushi qiyinchilikka uchrabdi. Har kuni 5 bolasi non deb jidal qilsa, bu odam o'zini xatotlikdan cheklab qo'ygan qozidan xafa bo'lib, "Xap to'xta" deb ishchini urdi ekan. Men mushu taraflarni puxta egilab chiqdim. Buningdan muhim tarafi Ahmad Mazinning tasavvuf yo'lida ishonga qo'l berib so'pi bo'lganligida. U Abduqodir Damulla tasavvufchilarning muqaddas kitoblarini so'kib haqoratlabdi. U dahri, murtad degandek so'zlarni anglaganda qini qizib, ko'ni yangi adovatni birlashtirib, bu murtadni o'zim ujuqtirman deb yuribdi ekan. Men uning mushundaq ishki bo'g'imlarini egilgandan keyin ondan bu vazifani o'ttirib qo'ydim. Gapimni anglab, uning ko'zlari chaqnab ketdi. Usti-ustiga qasam qilib, har qaysilarda katta boylarning talabi shundoq bo'ladigan bo'lsa, Abduqodir degan murtadning bir tomchi qinni ichmaydigan bo'lsam, Allohning bandasi bo'lmay ketay, dedi.
Shunda qasam ichgan odam nimishqa bu choqqa kelmaydi. Yana biroz ta'xir qilmamdoq, kep qila. Shu gapning ustiga devidek qop-qora bir odam kirib keldi. Zaman oxir degan shu. Zaman oxirda kimning gapini qilsa, shu keladi degan rostganda. Kasla, yuqurg'isizlar. Dedi uydagilar tangli so'zlab. Sizlarni lavzda turadigan devi yurak odam deb so'zlashib o'ltiratdik. Dedi ko'zoynaklik yilonga o'xshash odam kolpuklarini yalab, burutini to'lg'ab o'ltirib. Men dedim-ku, Mazna xonim hech vaqtda va'dasiga xiloflik qilgan emas. Mundaq odam kam tepiladi. Chiqsa biri chiqdi, ikkisi hargiz chiqmaydi. Dedi bo'g'mi yilonga o'xshash odammu qo'shimcha qilib. Bu ishga qazzob biri puchqoqdan, biri yangdan po'lab talva mazini ko'ptirishdi. O'z mijozi tufayli hech kimdan, hatto ayolidanmi tuzuk so'z anglamaydigan mazin ularning po'lashlaridan yerilib ketgudek darajada ko'pib o'ltirolmay qolgan edi. Buni boyqagan kazzoblar so'zni burab o'z muddaosiga ko'chdi. Endi o'z ishimizni kelamdiq. Shunda qilayli, o'z gapimizni deyishayli. Kazzoblar xunluq ko'zlarini o'z aro uchrashtirib olgandan keyin biri rasmiy so'z ochdi. Bu ishimizni bir Xudo bilsin, bir o'zimiz shundaqmi? Navoda bir chatoq chiqib qolsa, Mazna xonim o'zi mas'ul. Shundaqmi? Gapim gap. Men lavzimda turadigan odam. Dedi mazin maydasiga mushtlab. Uning ovozi qopoqqa tushgan harninkidek bo'ng'uldaydi. Qo'yuq o'zgilan qishi ostidagi o'tliq ko'zlaridan xun to'kilib turadi. Xotirjam bo'lasizlar, va'damda turaman. Qasam ichib berdisizlar, uningmi tayyor. Deb qo'shib qo'ydi oxirda. Unchalik chingdishib o'ltirishning hojati yo'q. Bizning va'damizmi va'da, oz bo'lsa-mu, mavi 300 sartanga. Dedi ko'zoynaklik yilonga o'xshash odam ko'rpa ostiga bostirib qo'ygan 6 bo'loq tangini mazinning oldiga surib. Bo'g'mi yilonga o'xshash odam darhol o'tirg'i tushdi. 50, 100, 150, 200 deb sanadi va mazinga sunib, belvog'lariga mahkam tugisizlar. Dedi chekilib. Xudoyim buyursa, xotirjam bo'lasizlar. Bu yo'lda jinimni atab qo'ydim. Dedi mazin tangilarni belvoqqa tugib etib. Uning yo'ngli qo'llari nima uchundir titraydi. Eng oxirida u surlik ovozda Allah madad qilsin. Amin. Allohu akbar. Dedi-da yuzini siypab o'rnidan qo'zg'alib iyiqdek erg'anshib chiqib ketdi. Bu 3 kishi o'tirsida qandoqdir bir xulluq masala to'g'risida to'xtam, ahdi paymonlar bo'lganligini oqil bilan qobil nihoyatda aniq ko'rgan bo'lsa-mu, afsuski bu yanqi uyda kishini texmi qiziqtiradigan, aqlni lol, ko'ngilni parishon qiladigan bir qiziqarli kartina ularning diqqatini texmi tortib o'ziga jalb qilib oldi. Bu uyda bir parizat yuyunayotdi. U butunlay barahni edi. Yalang'och ayollarni ko'rish tasavvurga sig'maydigan shu zamonlarda yalang'och yuyunayotgan bu qiz tomoshachilarni qiziqtirib, aqlni lol qilgan edi. Ular qizga qodilib qarabla qolgan edi. Birining aqli lol bo'lsa, birining ko'ngli parishon edi. Qizning yumron teni, bir tutam keladigan avrishim beli, miqqida to'lgan ko'ksi, to'shqan sag'risi, bo'ston chochlari, oq belaklari butunlay mo'jiza, butunlay tilsimat. Parizat desimu, jannat qizi, hur g'ilmon desimu, kamlik his qildirmaydigan ruxsari. Bular qodilib turmoqda. Qizning barahni tenidan go'yo bir umrlik huzur olmoqda. Ular shu paytda qaytib qilishdi. Qancha uzun turganligini bilishmaydi. Boyli tuzilgan jang'i zamin to'xtamni esidan chiqardi. 300 sartanga elib uydan chiqib ketgan qora devining qayerga ketganligi bilan mu kari bo'lmadi. Tongga yaqin havo guldirlab dahshatli chaqmoq chaqdi. Osmonni yeri vatgudek guldirlashlar quloqqa kirmadi. Ko'zni amo qilgudek chiqin chaqmoqlar ko'zga ko'rinmadi. Ular hamon dong qitib qizning yalang'och tenini tomosha qilmoqda. Azon chiqdi. Dora o'z kuchini yo'qotgan edi. Opla, dedi dorigar hasrat nadomatlar ichida uzun tin tortib. Tong etib qopti emasmi? Yur ketayli. Xudoyim buyursa yana. U so'zini oxirlashtirmayla g'ib qilib ko'zdan yo'qoldi. Oqil shu zamonlar orduq yetganligini sezdi.
Bütün bir kecha uxlamaganlikdan bo'lsa kerak, badan beshi sirqirab, put-qo'li telib, ko'zlari yumilib ketayotdi. U uyga kelib, supiga o'zini tashlab, beshini yostiqqa qo'ygandala, G'ofilning uyini so'rab bilib olmaganligiga, ati oqshom qayerda uchrashishni maslahatlashib olmaganligiga qattiq pushaymon qildi. Lekin u chapsalla tatliq uyquga ketdi. 20-bob kimga, yana nimaga yig'laymiz? Bu kecha havo tutuq. Tun osmoni qo'yu qora bulutlar bilan qoplangan edi. Tongga yaqin havo qattiq guldirladi. Osmon yerilib ketgudek guldirladi. Kuchli chaqmoqlar chaqdi. Xudoning ba'zan kunlaridan o'rgilib ketay, ba'zan kunlaridan cho'rgilib ketay degandek jahon nim bo'lib ketdi. Guldirlashning qahri, chaqmoqning dahshatidan yuragi qortid qilib uyg'onib ketgan kishilar o'dingshidi. Yana chapsalla besilib qelishdi. Oradan uzun o'tmayla saharning mo'ngluq navosi azon chiqdi. Shahar uyg'ondi. Mo'ngluq navo bilan tang dahshatli bir shum xabar tarqaldi. Abduqodir Damulla shahid bo'pti. Damullamga biri qasd qilibdi. Bu qayg'uli xabar chaqmoq tezligida butun shaharga pur ketdi. Shaharni musibat qopladi. Yuraklar og'ridi. Hamma odam cho'chishdi. Badallar jug'uldab larziga keldi. Jamoat, taliblar, shahar aholisi, sudi sanoatchilar, hunarvan kasblar, tul xotun, yetim o'g'illar go'yo qiyomat bo'lgandek, go'yo quyosh cheksiz olam bo'shligiga petib, yer jahonni zulmat bosgandek dahshat ichida hoshini yo'qotib, yum-yum yig'lashdi. Kishilar to'p-to'p, guruh-guruh bo'lib, Damuli shahid bo'lgan tarafga eqishga boshladi. Qaysi vijdonsiz, qaysi imonsizning ishidir? Qandaq qari qursak, dayus shundaq qilgandi. Qo'li qandaqmi bag'andi? Ko'ngli qandaq o'nog'andi? Shumpanning go'rdan tungus qopsin ilohim. Xudolik olam bu. Olamning o'lgini emasmi? Oh, hasrata. Oh, nadomata. Qandaqmi qilishamiz? Ig'ir musibat ilkida saldak eqib ketayotgan xalq ommasi hasrat nadomatlar chekib qotilga, suiqasd qilg'uvchilarga qor yomg'irdak la'nat nafrat yog'diradi. Bu xabar yezi sahrolarni zilzilaga keltirdi. Qo'rg'on, Shamolbog', Saman, Paxtakli, Hazrat, Nazarbog', Otush, Bashkeram, Yengishar, To'qqizaq. Hamma tarafdan xalq qo'mirilib, ot ulag'liq, piyoda degandek shaharga oqatdi. Kishilarning ko'zlaridan yoshlari quyuladi. Yuraklari nashtar sanjilgandek etishadi. Kishining chin butkisi kelmaydigan xulluq qabih hodisa borgancha aniqlanib, motam tusi quyuqlashdi, cho'nqurlashdi. O'yli ichi va ishik oldi motam qayg'usiga cho'mgan xalq ommasi bilan to'ldi. Damullamning urug' tuqqan qo'm qarindoshlari, maslakdoshlari, yaqin sabdoshlari, toliblari uzun-uzun sap bo'lib, ich-ichidan to'kilib yig'lashmoqda edi. Ko'zlaridan yomg'irdak yosh quyiladi. To'lish yig'laganlikdan ko'zlari ishig'an, ovozlari bitgan edi. Butun shahar motam, nola pig'on bilan to'ldi. Sabning qandoqdir bir joylarida Hamrohboy, G'ildirak Damulla, Badrak Maqsum, Hasan Shevit degandek odamlarmu qo'lyoqliqlarida ko'zlarini surtishib, burunlarini chimdishib turishadi. Bu kishilar o'zlarini yurt kattisi, mundaq zo'r qayg'uliq motamda sap tortib turishga tegishli biz deb hisoblaydi. Salda kelayotgan el jamoat ratlik tizilib, o'ylig'i yig'lab kiradi. Marhum Abduqodir Damullaning muborak jasadi bilan vidolashib, ma'yusona qaytib chiqadi. Yosh to'kmagan bir odam qolmadi. Ba'zanlar jasadga o'zini tashlab, Damullamning putlarini quchoqlab yig'laydi. Xalq o'z osmonidagi yo'riq yulduzdan ayrildi. Sumruq qonatidan qayrildi deb yig'lashdi. Xalq o'zining yo'lboshchisi, olim o'g'lidan ayrildi deb hasrat chekib nola qilishdi.
Ma'lum bo'ldiki, marhum Abduqodir Damulla shu kechasi odati bo'yicha azondan ilgari uyg'onib, tuman qoplagan tun osmonini ko'rgan. Ondan ho'ylig'i chiqqan. Saharning salqin sop havosidan bahuzur nafaslanib o'ltirib, tarat olgandan keyin tilovat qilish va kitob ko'rish uchun mangan. Dahlizdan o'ngga burilib, qibla tarafdagi kutubxonaning bo'sog'isiga qadam bosganda, qorong'ulikdan qandoqdir bir qora qo'l chiqib, bo'g'mi yilondek Damullaning bo'yniga chirmashgan. Hujum bilan tang g'ul o'tirsig'i xanjar urilgan. Abduqodir Damullaning "Ay imonsiz, iflos kuffar!" deb ochiq to'g'ilgan ovozi birli qitim anglanib besilib qolgan. Oradan uzun o'tmayla munar o'rilgandek gup qilgan bir ovoz anglangan. Tushga yaqin Abduqodir Damullaning muborak jasadi selingan tavut Heytgoh jamoasiga keltirildi. Tavutga kimxob yupuq yepilgan edi. Heytgoh maydoni va cho'ng-kichik ko'chalar odam dengiziga aylandi. Tavut qo'ldan qo'lga o'tib, xuddi dengizda uzib ketayotgan ig'ir yuk kemisidek asta, qayg'uliq uzib keladi. Xalqning hozisi, mungzari, noli faryodi dengiz yig'layotgandek gurkirab, osmon palakka ko'tariladi. Minglagan salliliklar, minglagan tumanlagan uzun to'lliqlar, taliblar, darvishlar, sapoyichilar, maddahlar, paranji yepingan ayollar, doki chekkan qizlar "Ah, Damullam" deb qon yig'lamoqda. Qo'shoqlar qaytib, yosh to'kmoqda. "Ah, esit, vadariha" deb nola qilmoqda. Taraf-tarafda marsiyalar o'qilmoqda edi. Hoji Qutlug' Shavqiy tarafidan yozilgan marsiya qancha o'n nusxa ko'chirilib, taraf-tarafda jonliq o'qilib anglatilmoqda. Charxi falak bas bul ajab, sayri uning makkusu chap. Hamqu sapif aylar talab, dushman anga aqlu hunar. Yashmisi. Palak chaqi shundoq ajoyibki, u doim ta'tur va dum aylanadi. Odamlardan ahmoqlik va ko'ngli qorliqni talab qiladi. Uningga aqlliq, ilm, hunar egalari dushman ko'rinadi. Dunyoyi pani bevafo, gumrohda yo'q sidqu safa. Fikru xiyolidur jafa, mardonalarga yo'q samar. Yashmisi. Bu dunyoda mangulik vafo yo'q bo'lib, yo'ldan ozg'onlarda rostlik va poklik bo'lmaydi. Uning fikr xiyoli hamisha jafo qilish bo'lib, mardona kishilarga foyda ko'rsatmaydi. Ol murshidi oliy himmat, koni huda bahri keram. Xalqning g'amida dambadam hasratlanib shamu sahar. Yashmisi. Damullam bir ulug' ustozdurki, himmati oliy, hidoyatning koni, yaxshilikning daryosidir. U kech kunduz xalqning qiymini yeb hasratlanadi. Qasdi oning isloh idi, yurti uchun haq so'zladi. Johil harla to'ymidi, tortib anga teg'u tabar. Yashmisi. Uning maqsadi yangilik yaratish, islohot qilish bo'lib, yurti uchun haq so'zlagan edi. Ammo johil dushmanlar uningga tig' tortib to'ymadi. Zulmi ila qildi shahid, olat bo'lib bir shum palit. Chun shibri mal'un bayazid, maqsadlari neshu zahar. Yashmisi. Shibri mal'un Yazid uchun qoral bo'lgandek, bir shum lanta dushmanga qoral bo'lib, Damullamni zulm bilan shahid qildi. Dushmanning maqsadi al va yurtqa zaharlik nashtar sanjish edi. Ahbobga keldi bu balo, barcha bu g'amga mubtilo. Go'yo ikkinchi Karbala, qoldi abad dilda kadar. Yashmisi. Do'stlarga mundoq balo yo'liqib, hammani g'amga mubtilo qildiki, go'yo ikkinchi Karbala voqeasi maydonga kelgandek bo'ldi. Dillarda mangu ketmaydigan bir g'ash qorilik qoldi. Ey muslihi shafqat panoh, bizdan yo'qolding ahuva. Qoldi bu yurt holi taba, bemurshidi bir rohibar. Yashmisi. Ay, alni to'g'ri yo'lga solg'uchi shafqatlik panohimiz. Esitki, oramizdan yo'qolding. Amdi bu yurtning holi xaroblikda. Al yo'l ko'rsatkuchisi,
yo'lboshchisi yo'q holatda qoldi. Dahshatli tarik atding bizi, o'shdi tamaddunning izi. Ay bahri zulmat yultuzi, chun vaqtsiz qilding safar. Yeshmisi, sen qorong'ulik daryosining yo'riq yultuzi edingki, vaqtsiz safar bilan dahshatli holda bizdan ayrilding. Amdi bizda olg'a besish madaniyatning izi o'chdi. Toshiri dillar furmalal, chun mundi kim qahdi rijal. Anqa bo'lib ahli kamal, haq nurini purkab xatar. Yeshmisi, shunga qiyomat bo'lganga qadar dillarimiz molonliqqa cho'mdi. Chunki sendek mardona kishilar bizda kam edi. Kamolatga yetganlar anqa bo'lg'achqa xatarliklar haqiqatning nurini purkab oldi. Ya Rab o'zing qil marhamat, xalq qolmusun hayvon sifat. İnson kabi bar makrumat, aylab ato aqlu masar. Yeshmisi, ay Rabbim, bizga o'zing marhamat qilginki, xalq hayvon sifatlikda qolmasin. İnsonlarga o'xshash yuksaklik ber. Bilishga aql, ko'rishga ko'z ato qil. Chun 1340 yana 3 ardi dahshatlik sina. Solih shahodat nashrina tarixiy ro'shan muxtasar. Yeshmisi, tarixiy hijriyining 1343-yili xalqimiz uchun dahshatlik bir yil bo'ldiki, Damollam shahid bo'lgan yilning bu tarixi tarix sahifasida ochiq va xuloslangan holda yozilgandir. Marsiya takror o'qildi. Namoz vaqti bo'lgan edi. Sapros! Sapros! Bu oxirgi ovoz taraf-tarafdan jarangliganda jamoat ichida yer tavrigandek durildigan bir shovqin ko'tarildi. Tumanligan musulmonlar meyit namoziga saf tortib turishdi. Meyit namozi Allohu akbar bilan boshlanib, assalomu alaykum va rahmatulloh bilan oxirlashgandan keyin kimxob yopiq yepilgan tavut ko'chaga elib chiqildi. Nurg'un qo'llar tarafidan ko'tarilgan tavut havoda laylab boradi. Ko'tirimiz deydigan odam ko'p, ammo navbat tegmayotadi. Ko'tirish fursatiga ega bo'lolmaganlar qistilib berib tavutga qo'l tekkizib oladi. Tavutga qo'li yetmasa, ko'tirib mong'uchilarning qo'l mo'rilariga qo'l tekkizadi. Tavut havoda laylab ilgirlamoqda. Uning oldida boshlariga salla o'rg'an 60 nafar talib ohongi silingan bir ta'ziya nomini o'lik o'qib mangmoqda. Qashqarda Damulla Abdul Qodiri nohaq ketdilar. Qoldik biz balli hammam ostida kuldi yaturlar. Ayrıldık yultuzdek kattı olimdin ey musulmonlar. Qoldik biz hasratda bek ig'ir kunga o'yla insonlar. Olimning o'lgini, olam o'lgini shundoq emasmi? O'ylamay qo'l soldi Qashqarlar kabi dayuz qotillar. Osmondan yog'di qon, bo'lgan bu ishqa bitoqat palak. Oqdi qon daryolar, bu musibatga qaynab toshqinlar. Ah isit vadarix, ayrıldık acab piri ustozdin. Yig'laymiz taobat, hasratlar chekib jimi taliblar. Endi biz Qashqardik, topmay qo'ymaymiz yovuz qotilni. Dahshatli kulpatga sardimiz toshdi, qaynar vijdonlar. Tavut, ta'sirlik marsiya, azoblik yig'izar, mungluq qo'shoq, zikr samolar qaynimida yetkoq jamoasidan ayrilib bir pasta uzoqlashdi. Qabristonga borguncha hozchilar qo'shiq qaytib yig'lab mangdi. Tog'lar, toshlar tavrinib, qattiq chaqmoq chaqqanmi? Daryo suyi qon bo'lib, bugun ta'tur oqqanmi? Oy tutulmas debdimiz, kun tutulmas debdimiz. Damullamdek ulug'qa qas qilmaydi debdimiz. Bulbul iding bu bog'da, sayrar iding parchaqda. Dushman sendin ayridi, ajabmu yomon chog'da. Etim bekmu chiroyliq, Abduqodir emasmi? Xalqimizga yo'l boshlab, umring o'tgan emasmi? O'ltirgizdi dushmanlar, ko'ralmagan manmanlar. Sen chun to'kib ko'z yeshi, yig'lab qoldik dardmanlar. Joying bo'lsin jannatda, o'rlar bo'lsin xizmatda.
unutmaymiz biz seni mangu abad abadga. Qabristonga yurtning o'lima ashraflari, mo'tabar zotlar, savdogarlar, domulli mudarrislar, qalpa toliblar, hunarvand kosiblar, dehqonlar, nurg'un odam yig'ilgan edi. Qayg'u alam, hasrat nadomat dengiziga g'arq bo'lgan kishilar tarom-tarom yosh to'kib, vatanparvar olim Abduqodir Domulli ibn Abduvaris Qashqariyning muborak jasadi bilan oxirgi qitim vidolashmoqda. Uningdan ayrilishqa yuragi chidamisimu ilojsiz dafn qilish rasmiyatlarini o'tab yerlikka qo'ymoqda edi. Bu ig'ir minutlarda Hoji Qutlug' Shavqiy o'tirg'i chiqdi. Uning yuragi vatan xalq uchun o'zini beg'ishlagan olimning o'limidan putmas tugumas dard hasratga mubtalo bo'lgan edi. Vujudi olimning jiniga zomin bo'lgan qonxo'r jallodlarga bo'lgan cheksiz g'azab nafratdan g'ol-g'ol titraydi. Ko'zlaridan munchaq-munchaq yosh qo'yiladi. U ta'ziya nutqi so'zladi. Qarindoshlar, dedi u ko'tarangi ovozda. Lekin nima uchundir so'zining oxirini davomlashtira olmay to'xtab qoldi. shoir, islohotga yo'l boshlovchi ustoz sarkarda Abduqodir Domullo bin Abduvaris Qashqariy bilan oxirgi qitim vidolashmoqdamiz. Qarindoshlar, bugun biz ustozimiz Abduqodir Domullo bilan vidolashib ko'z yoshi qildik. Buningdan boshqa biz yana nimaga yig'ildik? Biz bu qotillarni topmay qo'ymaymiz. Ularning xoinlik abtibashrisini oshkorlab, xalq ommasi oldida yer bilan yakson qilmoqchi to'xtab qolmaymiz. Alloh bizga madad bersin. Amin.